Assalomu alaykum. Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida homiladorlikni ro'yxatdan o'tkazish hamda 111 tibbiy hujjat shaklini qay tartibda to'ldirishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimiga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan qabullar hamda aktiv ustiga bosamiz. Navbati kelgan bemorni qabulga taklif qilish uchun taklif qilish tugmasi ustiga bosamiz. Shundan so'ng bemorning tibbiy kartasi ochiladi. Qabulni boshlash uchun pastda joylashgan qabulni boshlash tugmasi ustiga bosamiz. Homiladorlikni ro'yxatdan o'tkazish uchun yuqorida joylashgan tugma ustiga bosamiz hamda ro'yxatlarni o'zgartirish ustiga bosamiz. Ro'yxatlar ma'lumotlari oynasi ochiladi. Ushbu joydan homiladorlikni ro'yxatdan o'tkazish bo'limidan qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Kerakli maydonlar ochiladi hamda ushbu maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Homiladorlik sanasini tanlaymiz. Taxminiy tug'ruq sanasini tanlaymiz. Nechinchi homiladorlik sonini kiritamiz. Shundan so'ng pastda joylashgan saqlash tugmasi ustiga bosamiz. 111 tibbiy hujjat shaklini to'ldirish uchun joriy ko'rik bo'limi ustiga bosamiz hamda murojaat epizodlari ro'yxatidan homiladorlik epizodini topib davom ettirish tugmasi ustiga bosamiz. Homiladorlik ko'rigi uchun oyna ochiladi. Ushbu joydan shablonni hamda ariza sababini tanlaymiz. Shablonni kerakli tartibda to'ldiramiz. Ushbu joyda 111 tibbiy hujjat shakli bo'limi mavjud. Homiladorlik davri uchun barcha ko'riklar bo'limlari mavjud. Birinchi bo'lim ginekolog tekshiruvi bo'limi. Ginekolog tekshiruvi ma'lumotini kiritish yoki o'zgartirish uchun o'zgartirish tugmasi ustiga bosamiz. Ginekolog ko'rigi oynasi ochiladi hamda ushbu joydagi maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Barcha maydonlarni kerakli tartibda to'ldirib bo'lgach, saqlash tugmasi ustiga bosamiz. Keyingi bo'lim oldingi homiladorliklar bo'limi. Oldingi homiladorliklar mavjud bo'lsa, ushbu homiladorliklar haqidagi ma'lumotni kiritish yoki o'zgartirish mumkin. Keyingi bo'lim oilaviy jinsiy anamnez bo'limi. Ma'lumotlarni kiritish yoki o'zgartirish uchun o'zgartirish tugmasi ustiga bosamiz. Oilaviy va jinsiy tarix oynasi ochiladi. Ushbu joydagi maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Barcha maydonlarni kerakli tartibda to'ldirib bo'lgach, saqlash tugmasi ustiga bosamiz. Keyingi bo'lim birinchi homiladorlik tekshirish bo'limi. Ma'lumotni kiritish yoki o'zgartirish uchun o'zgartirish tugmasi ustiga bosamiz. Homiladorni birinchi ko'rigi oynasi ochiladi. Ushbu joydagi ma'lumotlarni to'ldiramiz. Barcha maydonlarni kerakli tartibda to'ldirib bo'lgach, saqlash tugmasi ustiga bosamiz. Keyingi bo'lim birinchi ginekolog tekshiruvlar bo'limi. Ma'lumotni kiritish yoki o'zgartirish uchun o'zgartirish tugmasi ustiga bosamiz. Ginekolog tekshiruv birinchi tashrifda oynasi ochiladi. Ushbu joydagi maydonlarni ham kerakli tartibda to'ldiramiz. Barcha maydonlarni kerakli tartibda to'ldirib bo'lgach, saqlash tugmasi ustiga bosamiz. Keyingi bo'lim homiladorlik jarayoni bo'limi. Ushbu joyda homiladorlikni barcha haftalari kiritilgan. Hafta haqidagi ma'lumotni kiritish yoki o'zgartirish uchun o'zgartirish tugmasi ustiga bosamiz. Hafta ma'lumotlarini kiritish oynasi ochiladi hamda ushbu joydagi bo'limlar hamda maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz.
Laboratoriya tahlillar bo'limini ham to'ldiramiz. Funksional diagnostika bo'limini ham to'ldiramiz. Tug'ruqqa tayyorgarlik bo'limini ham to'ldiramiz. Prenatal xavf omillari mavjud bo'lsa, ushbu bo'limni ham to'ldiramiz. Barcha bo'lim hamda maydonlarni kerakli tartibda to'ldirib bo'lgach, saqlash tugmasi ustiga bosamiz. Shu tartibda barcha haftalarni o'z vaqtida to'ldirib chiqamiz. Ko'rikdan o'tkazib bo'lgach, pastga joylashgan ko'rikni yakunlash tugmasi ustiga bosamiz. Ko'rik yakunlandi. Homiladorlikni ro'yxatdan o'tkazish hamda 111 tibbiy hujjat shaklini to'ldirish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.